Assalomu alaykum Bilivol TV kanalining aziz muxlislari. Mana sizlar bilan yana bugun yana bir darsimizda uchrashib turgan ekanmiz. Bundan albatta juda ham xursandman. Demak, bugun keyingi 8 mavzularda va albatta men va'dam bo'yicha ishlamoqchi bo'lgan videoim bu. Telefonlarga, ya'ni Android telefonlariga Base Computer root prava dostupini olish. Demak, buning uchun nima qilamiz? O'zimizda bor brauzerlardan birortasini tanlaymiz. Demak, ekranni yarqilashtirib olaman. Xo'p, keyin bu yerga yozamiz. kingroot.net. Ko'rib turibsizki, mening cookie pamiyatimda saqlangani bois bu sayt o'zi chiqib turibdi. Demak, kiramiz. Demak, bu sahifani ochdi va men bir narsani unutdim, hurmatli muxlis, ya'ni bu yerda menda kingroot ustanovka qilingan. Bu narsani men sizga hozir ko'rsatib o'tishlik uchun birin-ketin bu narsani o'chirishga majburman. Demak, mana o'chirib yubordim. Brauzerda ishlashda davom etaman. Mana kingroot.net saytini demak brauzer ochdi va rus tiliga o'girdi. Ya'ni bu aslida ingliz tilida bo'ladigan sayt. Bu sizda agarda Google Chrome brauzeri bo'lsa, albatta sizda ham shunday rus tiliga o'girish imkoniyatiga ega avtomatik tarzda. Demak, skachat APK для Android. Xo'p, agarda bu ingliz tilida bo'ladigan bo'lsa, download APK for Android bo'ladi. Demak, skachatni bosamiz. Biroz kutamiz. Aziz muxlis, internet sifati menimcha hozirda yaxshi ishlamayapti. Xo'p, ungacha mana sahifani ochdik. Ko'rib turibsizki, demak, buni saqlanib qilish uchun siz qandaydir bir brauzer o'zingizda ishlatayotgan brauzer hozirgisi yoki boringki boshqasini yoki birorta bir zagruzchikni tanlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu narsa albatta sizda ham ixtiyoriy, ham majburiy tarzda talab etiladi. Demak, только сейчас men ushbu ishlatayotgan brauzerim orqali tanlashni qilishni ma'qul topdim. Ko'rib turibsiz, aziz muxlis, mana bu yerda kingrootni imkoniyatlari haqida biroz tushuntirib o'tyapti. Ya'ni tezlashtiradi, batareyani saqlashda yordam beradi, viruslarni udalit qiladi va reklamalarni o'chirish, лучший резервный копирование, ya'ni telefonni hozirgi holatdagi barcha narsalaringizni har ehtimoliy holda jamlanmasini olib qo'yish, ya'ni hamma narsasini kopirovka qilib qo'yish, barcha daniylaringizni. U xoh fayl bo'lsin, media fayl yoki boringki media fayllardan tashqari SMS yoki yana bir misol qilib aytadigan bo'lsak, xo'p, mana zaminit fayl. Menda ushbu fayl borligi uchun so'rayapti. Va ushbu media fayllardan tashqari xoh сообщение, xoh sizning telefon kontaktlaringiz bo'lsin, hamma narsani backup deyiladi bu narsa. Ya'ni kopiya qilib, u narsadan nusxa olib, telefoningizni barcha nimalarini saqlanib qilib oladi va uni siz o'zingizda tiklash imkoniyatiga ega bo'lasiz, aziz muxlis. Xo'p. 2 marta bosganim sababli 2 marta so'rov beryapti. Aziz muxlis, ko'rib kuzatib turgan bo'lsangiz. Demak, bu yerda aziz muxlis skachat paytida bizga tushuntirib o'tyaptiki, buni ustanovka qilish kerak, qandayligini. Bir necha bosqichlardan o'tishimiz talab etiladi buning uchun. Xo'p, mana ko'rib turibsiz. При загрузке Kingroot Android root APK, если вы
Столкнулись с этот тип файла может повредить устройство. Быстро, пожалуйста, нажмите кнопку ОК, чтобы продолжить. Xo'p. Demak, mana ko'rib turibsizki, bu nima deydi, programma uстановка bo'lgandan so'ng OK tugmasini bosing deyapti. Skachat qilish uchun. Demak, va agarda siz deyapti, если вы столкнулись с установить блокет, bыстро вы должны выполнить следующий шаг. Demak, siz uni bosganingizdan keyin deyapti, xo'p, keyingi bosqichni tez boshlashga o'ting deyapti. Demak, install blocket mana shunda nima beradi? Sizda settingsni bosasiz. Agarda sizda avtomatik tarzda uстановка qilish, ya'ni загрузка источника shunday uстановка источникmikin shunday nomlanardi bu narsa. Ya'ni sizda uстановка qilish haqidagi разрешение, ruxsatnoma berish. Xo'p, mana bu holatda deyapti, settingsni bosganingizdan keyin unkon sources o'shani bosasizda, mana beki holatda tugmaga bosasiz agarda yopiq bo'lsa deyapti. Demak, keyin OK ni bosasiz deyapti va mana bunday holatdagi sizda ошибка beradi. Uni bosasizda more details. Xo'p, o'shani bosasiz va open ni bosasiz. Aziz muxlis, install always unsafe degan tugmani bosganingizdan keyin bu o'zi avtomatik tarzda King root dastupini sizning telefoningizga install qilishni boshlaydi. Ya'ni uстановка qilishni, o'rnatishni boshlaydi. Xo'p, keyin mana bu holatga keladi. Telefon ichidagi programma tuzilishi. Xo'p. Endi yana bir narsa haqida aytib o'tishim kerakki, King root aslida nima uchun kerak degan savolga javob berib o'taman. King root nima? King root bu narsa shundayki, keng miqyosdagi приложениялар va telefonni ayrim kirib bo'lmas sistemning fayllari yoki boringki boshqa bir fayllar bo'lsin, u telefon sistemasida bloklangan holat bo'lsa, ya'ni razрешение berilmagan u joylargacha kirishga. Bu root dastup shu narsani taqdim etadi va ayrim programmalar, skachat qilingan programmalaringiz, masalan, Play Market yoki boringki boshqa nimalardan, boshqa joylardan skachat qilayotgan bo'lsangiz, bu narsa ko'pi требуется root dastup deb qo'yadi. Bu degani root dastup kerak. Demak, bu agar root dastup bo'lmasa, mana ko'rsatib o'tamanki, mana kechagi kungi yangi chiqargan videoyimizda ushbu video lavhamizda bitta savol berdiki, menda bunday holatda chiqmayapti. Nima uchun bunday bo'lyapti degan savolni berdi. Unda qanday chiqqan? Kecha mana Lucky Patch degan programma haqida men batafsil ma'lumot berib o'tdim. Mana bu programma haqida. Demak, programmani ochgandan so'ng blokirovka приложения, xo'p, menyu patchini bosasiz deganman. Reklamalarni udalit qilishdagi bosqich. Demak, sozdать изменение APK chiqib qolyapti xolos. Menda udalit programma chiqardi. Agar ko'rgan bo'lsangiz avvalgi videoyimizda, men hozir root dastupni sizga o'rgatish uchun root dastup King rootni o'chirib olganligim sababli shu narsa menda hozir nima deydi? To'liq qo'llamayapti ushbu programmani telefon endi to'liq qo'llamayapti. Chunki bu programma mendan root dastup talab qiladi. Xo'p, bu haqida keyin root dastup o'rnatilgandan so'ng batafsil aytib o'taman. Va yana bir narsa, S-provodnik degan mana bu narsani juda ko'pchilik hozirda ishlatadi. Xo'p, S-provodnikka kirganimizda tepadagi chap tarafdagi kichkina tugmachani bosgan paytimizda mana bunday holat chiqadi. Root provodnik. Root provodnik nima hozir yoqolmayman. Chunki mana ошибка тестирования данных, возможность недоступна для вашего устройства. Demak, bu narsa endi hozirda men bu narsani yoqa olmasligimga dalil. Ya'ni root dastup yo'q. Avval bo'lganligi uchun yoqib qo'ygandim. Ishlayotgan paytida o'sha holatda yonib qolib ketgan aziz muxlis. Demak, endi bu narsani xo'p, King root 4 minut загрузкasi qoldi va men bu ichida men sizga yana bir ma'lumotlarni berib o'taman. Xo'p, demak, agarda sizda
telefoningizda aziz muxlis o'sha tortgan programmalaringiz avtomatik tarzda uстановка bo'lmayotgan bo'lsa, men sizga bir narsani ko'rsatib o'taman. Настройкаga kirasiz. Xo'p, настройкада aziz muxlis настройка adashmasam spetsialniy возможностьlarni ichida qatorida bo'lgan edi. Demak, yo'q. Xo'p, yana bir narsani tushuntirib o'tib ketay. Shu yerda ko'pchilik savol beradi. Приложенияларni telefon pamyatidan flash kartalarga, ya'ni chiplarga olish imkoniyati bormi? Albatta bor. Xo'p, buning uchun biz nima qilishimiz kerak degan savollar ko'p beriladi menga. Demak, mana yangi tortilgan blokirovka приложение S. Ya'ni nimalarda приложенияларni blokirovka qiladigan programma. Demak, bu yerga mana qayerdan kirganligim haqida yana bir bor ko'rsatib o'taman. Настройкаning ichida приложенияni bosasiz va blokirovka приложение S ga bosasiz va eslatib o'tamanki, переместить na SD kartuga bosasiz. Demak, bosishdan oldin bir narsani aytib o'taman aziz muxlis. Ko'rib turibsiz, bu haqida ma'lumot ko'rsatib o'tyapti. Всего приложение 14-54 megabayt. Xo'p, o приложениyaning o'zi 14-16 megabayt. Xo'p, данные 380 kilobayt. Ya'ni bu narsa o'zini cookie nima deydi? Ba'zi ma'lumotlariga yozib olingan nimalarda hajmi. Ma'lumotlarning hajmi deyiladi. Xo'p, bu narsani tezda o'chirib tursak bo'ladimi? Boshqa приложениялар ichidan ham degan savollar bo'lishi mumkin. Boringki, disk. Xo'p, diskda mana men приложение 53.9 bu yerda, demak, всего 56.17. Men данныйlarim 3.8 ishlatibman. 3 megabayt 8 данныйni ishlatganmanki turibdi. Demak, straight данныйni bosasiz. Bu ham albatta oz bo'lsa-da telefon pamyatiga foydali bo'ladi. Xo'p, mana okey. Sizdan данныйlarni udalit qilish haqida Xo'p, blokirovka приложений endi ko'chirib o'tish. Demak, переместить на SD kartuga bosamiz. Xo'p, aziz muxlislar, bizning KingRoot programmamiz zagruzkaga qo'yilgan holatdagisi bizga ishlatishga tayyor bo'ldi. Mana bu vaqt ichida siz o'z приложенияларingizda telefon pamyatidan flash karta, chip pamyatiga olishni o'rganib oldingiz. Demak, yana bir narsa, endi SD kart ichidagi приложениялар. Mana bu holatdagi mana. Xo'p, demak, endi работающие programmalar, приложениялар, o'yin, boshqa. Xo'p, bu yerda mana sizda berib turibdi. Telefoningiz qatib qolishi haqida ham biroz aytib o'tmoqchi edim, aziz muxlis. Nimaga desangiz, telefon pamyatini aslida qatishi telefon pamyatiga bog'liq qatish. Ya'ni uning ozusi deyiladi. Mana bu yerda ko'rsatib o'tyapti. Sistema 713 ozu. Bu band qilingan telefon operativnik xotirasi. Demak, ushbu qancha nima qilgan sari band bo'lgan sari sizda bu narsa telefonda qatishni va boshqa bir programmalarni ocha olmaslik va uni ishlata olmaslikni chegaralaydi. Shunday, xuddi shunday holatlarga olib keladi. Demak, заблокированные приложения. Yo'q. Показать процессы. Xo'p, используется. Demak, mana ishlatyapti. Ozu 1 gigabayt xotira bo'lsa, kechirovaniyasi 443 megabayt xotira ozuni ishlatyapti. Svobodniy esa 243 megabayt ozuda qolyapti. Xolos, ko'rib turganingizdek aziz muxlis.
Xo'p, mana bu programmalar esa shu narsalarni band qilib turibdi. Demak, hozirda agarda aziz muxlis ishlatmayotgan programmalaringiz bo'lsa, bu narsalarni yopib qo'yishlikni maslahat beraman. Chunki bu siz bilmagan holatda programma telefon xotirasida ochilgan holatda ishlayotgan tarzda turgan bo'ladi aziz muxlis. Demak, endi skachat bo'lgan keng rootga bossamda root dastupini olishda davom etsak. Xo'p, bu narsani o'ziga ustiga bosgan holatimda ochib bermadi. Demak, men fayllar ichidan bu narsani topaman. Xo'p, telefon pamitga va download papkasiga tushgan bo'ladi aziz muxlis. Yo'q. Download demak, eslab qolgan bo'lsangiz nomini New King Root. Xo'p, mana New King Root 5.0. Xo'p, shunga bosasiz. Agarda sizda Primo ochadigan bo'lsa, skachivaniyadan so'ng sirazi mana shu holatda downloadni bosasiz. Xo'p, demak, nimagadir bizda ustanovka qilish imkoniyatini bermayapti bu hozir. Ya'ni bu albatta faqatgina mening telefonimda yuzda. Xo'p, demak, aziz muxlislar, mana bu ustanovka jarayoni hozir ikkinchi videoga ulab ketdim. Sababi birinchi videomda to'g'risi o'xshamay qoldi menimcha. Demak, bunga oid ozgina oldin shu narsani, shu videoni yuklagandim kanalimizga. Demak, bir savollar bo'ldi. Root dastupi har xil telefonlarga har xil qilib berilmaydimi? deyilgan va yana root dastupi xavfli deb ham aytishadi ko'pchilik. Agarda noto'g'ri o'rnatilsa deb savol berdi. Bu narsa haqida kommentlarda javob qoldirdim imkonim qadar. Shularga hozir og'zaki javob bermoqchimanki, root dastup King rootni o'rnatganingizdan keyin root dastup olayotgan paytingizda bu narsa sizga asosan telefoningizni modeliga qaralmaydi, chunki Android versiyasiga qaraladi. U King root programmasi sizni ustanovka bo'layotgan paytda, ustanovkadan so'ng installyatsiya jarayonida telefoningizni Android versiyasini o'zi avtomatik tarzda aniqlaydi va o'zi telefoningiz uchun maxsus bo'lgan root dastupini ustanovka qiladi. Ya'ni o'zini versiyasini topib, o'zi ustanovka qiladi. Xo'p, endi bu narsa xavfli emasmi? Bu narsa xavfli emas. Lekin albatta bu narsa yo'q bo'lsa, hozirda juda ko'p programmalar root dastupiga oid dasturlash tillarida tuzilyapti. Ya'ni shu narsa talab etilyapti ko'p programmalar uchun. Demak, ustanovka jarayonini boshladim. Skachatdan so'ng mana shunday holatda mana ustanovkani bosib, ustanovka qilayotgan paytingizda ozgina kutish jarayonlari bo'ladiki, keyin programma ichiga kirib installyatsiya beramiz. Demak, bu narsa menda o'sha aytib o'tganimdek неизвестный источник o'sha narsani yonaligi uchun men sizga aytib o'tganimdek birinchi videomda nima deydi, haligi chiqib qoladigan yozuvga yozuv ustiga bosasiz dedim. Install face'mi bu narsa dedim. Shu narsa shunga bosasiz va yana OK tugmasini bosasiz dedim. Menda shu narsa yonoligi uchun avtomatik tarzda mana ochdi. Hech qanday bir dastup so'ragani yo'q. Demak, открытni bosaman. Mana bunday holatgacha yetib keldingizmi? Demak, siz tayyorsiz. Xo'p, mana попробовать. Сильный полный управление wish семи разрешением. Попробовать bosamizda. Avval принять shunday qoladi. Demak, mana holatni ko'ryapsizki, telefonni o'zi avtomatik tarzda aniqladi. Endi попробовать root еще не установлен на устройство. Demak, bu hozirgi root dastupi o'rnatilgan yoki o'rnatilmaganligi haqida bizga ma'lumot beryapti. Demak, попробовать root.
Hozir bu получение root, ya'ni root qabul qilyapti telefon uchun. Root успешный. Успешный root. Demak, aziz muxlis, mana telefonga Android telefonga root dastupi olindi. Endi nima qilmoqchimiz hozir? 100% bo'lsin, bir jarayonni ko'rsatamanki, siz uchun optimizatsiya holatini yuzaga keltirsak, bu narsa bizning telefonimiz uchun yengillashtirish holati deb atalsa ham bo'ladi. Xo'p, optimizatsiya bo'ldi, bizga отчетlar topshirildi, biz chiqib ketamiz. Endi rootni asosan ikkita problema deyapti bu yerda. Xo'p, biz bunga tegmaymizda. Hozircha. Men sizga aytib o'tganimdek, mana masalan Lucky Patcherdan nima qilganman? Попробовал qilganman, sizga ko'rsatib o'tganman. Demak, блокировка приложения matchpay mana разрешение Lucky Patch avtomatik tarzda разрешение so'rayapti. Nimaga? Chunki root dastupi biz o'rnatdik. Endi xo'p, mana menu patchga bosgan paytimizda hozir bizga qator menyularni taqdim etadi. Ya'ni o'sha paytda bir dona faqatgina создать изменение APK o'rnida ko'plab funksiyalar ochilgan holatdagi variantdagi nimani beradi bizga imkoniyatni. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, mana udalить reklama endi bizda chiqdi. Demak, siz ham shu Lucky Patcherni shu root dastupidan so'ng ishlatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Juda katta razрешениялар bilan. Demakki, aziz muxlis, shunchalik darajada mana kuzatib kutgan ekansiz bu mavzuni. Albatta siz uchun qulay bo'ladi, siz uchun bu narsa foydali bo'ladi degan umiddaman. Yana bir bor eslatib o'tmoqchimanki, ushbu yangilikni siz Bilib ol TV kanali orqali kuzatib boryapsiz. Demak, kuzatib boring, yanada zo'r, yaxshi bir foydali bo'lgan narsalarni uzatib borishlikda harakat qilaman imkon qadar. Va programma va yana boshqa narsalar bo'yicha zakazlar, telefon raqami yoki boringki Telegram orqali qabul qilish imkoniyatiga egamiz. Ya'ni o'sha +7 996 911 71 71 raqamlarida. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'ling. Yana bir narsani eslatib o'tmoqchimanki, xayrlashish oldidan ushbu King Root faqatgina Play Marketdan tortilmaydi, chunki Play Marketda dastup emas. U narsa yo'q. Demak, faqatgina ko'rsatib o'tilgan, videoda ko'rsatib o'tilgan manzil bo'yicha o'tiladi. Ya'ni kingroot.net. Sog' bo'ling do'stim.